Afsuslanyapmanmi? Deylik. Ha, afsuslanaman. Siz shunday deb o'ylashingiz uchun emas. Har kuni afsuslanaman. Bu yerga kelganimda yoshgina yigitcha edim. Nodon, shu ahmoqlikni qilgan yosh yigitcha. Afsuski hozir o'sha yigitchani aqlimni kirgizib qo'ya olmayman. Chunki yigitcha yo'q. Faqatgina qari chol bor xolos. Men o'sha chol bilan yashashga majburman. Shunday ekan, o'zingni muhringni qo'y-da, vaqtimni olma.